Assalamu aleyküm Şərq Türkistanlıq qarindaşlarımız. Biz 4 gündən beri İstanbul'da Allah xalasa bazı mühim şəxslər bilan, başlıqlar bilan görüşüb ziyaretimize devam qılavatımız. Allah xalasa aldığımızda şu seyşembe, çayşembe günleri şu İstanbul'daki yani vatanımız Şərq Türkistan'da türmelerde, lagerlarda ata-ana urug tuqqadır bulab qalğan qarindaşlarını yığıb durub mühim uruglarga chiqib televizorlarda bu xabarlarni taqitish faoliyatimiz oldu. Mana muşununğa İstanbul'da bo'lgan guvohlik berishni xohlaydigan qarindoshlar inshaalloh biz bilan aloqalashsa bo'ladi. Ham oxirida qisqagina muhim temalar to'g'risida so'z qilamiz suyimli qarindoshlarimiz. Bugun muhojiratda bo'lib Turkiyada qaraydigan bo'lsak, intayin murakkab bir ahvollar yuz beryapti. To'rlarda qaraydigan bo'lsak, asos jihatdan tajovuzchi Xitoylar bir tarafda unutilib qolib, Uyg'urlar tashkilotlar bir-biriga qarshi ish bek avjib ketib bordi. Suyimli qarindoshlar, men mush ishni to'xtatishga tavsiya qilaman. Biz tashkilotni, siyosatchilarni qarlaydigan mana shunday ishni to'xtatib, hamma bilan Xi Jinping kafirga qarshi bir faoliyat qilsak demoqchi. Anavachenda ichimizda xiyonat qilganlar, xiyonat qilib o'zi Alloh taolo so'zini tutib ixro qilganlar bo'lsa, ular chiroyli isti'fo bersa qarindoshlar. Bu xalqimizning maqsadi, ham bu o'tirliqda so'zlayotganlarning maqsadi Xitoyga qarshi siyosat qildim deyotgan tashkilotlarni hargiz nachar ko'rsatish emas, ularning obro'yini tukish emas, ham ularningki tashkilotlarni, derneklarni taqib o'tish emas albatta. Faqat ashlarning ichidagi xiyonatchi bo'lgan yoki xoin bo'lgan, qandayliki bir ishonchsiz insonlar bo'lsa, vatanimiz Sharq Turkistonninki haqqiga, hurmatiga, manfaatiga ziyon yetkazgan bo'lsa, ham xalqimizga ayrimchilik qilgan bo'lsa, yoki ularning ichidagi iqtisodiy bo'lgan, manfaati tekkanlarga yordam qilib, iqtisod yo'q, manfaat yo'q, yordamga eng ehtiyojli bo'lganlarga yomon muomala, ya'ni yaxshi ko'zda qaramagan bo'lsa, albatta ular chiroyli isti'fo bersa, ularningki xalqning oldida obro'yi o'sadi, ham shu tashkilotning obro'yi saqlanib qoldi qarindoshlar. Men şu arqalıq, shularning isti'fo berish orqali chiroyliqcha mana shu fitna fasodlarni tugib, hamma kishilarningki, hamma xalqimizningki o'rtaq holatda tajovuzchi Xitoylar qarshilab harakat qilishga tavsiya qilaman, ham da'vat qilaman suyimli qarindoshlarim. Biz suyimli qarindoshlar eng muhim gap, shuni butun xalqimiz chuqur unutib qolmanglar, qulqonlarni zirdek saqlanglar. Biz Şərq Türkistan davasını tərəfsiz olaylı qarindoshlar. O təşkilatqa yan basılğan bu təşkilatqa ya bu partiyaga ulab unutulaydigan, bundan kirib unutilgan ishni qilmayli. Biz hammamiz birlikdə faqat bir taraf tutub tajovuzchi Xitoylarga qarshi olayli. Tajovuzchi Xitoylarga qarshi kim nima qilishidan qat'iy nazar, uni yaxshi ko'rmasakmi, qilayotgan harakati, faoliyati Xitoylarga qarshi bo'lsa, biz chuqur shuni qatnashaylik qarindoshlar. Tarafsiz bo'layli. Tarafsiz bo'lmasak nima bo'lgan bo'lamiz qarindoshlar? Tarafsiz bo'layli. Tarafsiz bulunmasak şerefsiz olaydı degan gap bo'ladi qarindoshlar. Biz taraf tutib olib, o'zi Sharq Turkiston da'vosi qilayotganlar bir tashkilotga kirib olib, ya'ni bir tashkilotni tanlasak biz şerefsiz bo'lamiz qarindoshlar. Nima uchun? Çünkü o Xitoyga qarshi bir ish qilyotdi. Amaliyotda, haqiqatda. Navochanda u munofiq bo'lib, %100 uni ishit, uni isbot bo'lib qolsa, albatta uni bilan bilmaymiz, uni qo'llamaymiz, balki qo'ng'itib uni bu da'vodan chiqaramiz, qo'limizdan kelsa o'tdasak bo'ldi qarindoshlar. Chunki islomda, shariatda ham insonlikda butun dunyoning har qanday yerda bir munofiqning jazosi o'lim qarindoshlar. Hech bo'lmaganda bir umr o'tirmadi yotadi. Mayli dinsizning qonunida shunda qarindoshlar, ham islom qonunida o'xshash. Munofiqqa jazo yengil olmaydi. Şunun için suyumlu qarindoshlarimizni tarafsiz bo'lishni. Bo'lib bugünkidek dunyoning hamma yerida Xitoyga qarshi dushmanlik kuchayotgan, ammo Sharq Turkiston da'vosi ojizlayotgan sharoitda qanchalik bir imkoniyat sharoit bo'lsa ham Xitoyga qarshi harakat qilishimiz intayin zarur suyumli qarindoshlar. Shuning uchun kim bir namoyish qaya chaqiriq qilsa, ya bir faoliyat chaqiriq qilsa, hammamiz o'pib chiqaylik qarindoshlar. Misol aldığımız 10 ayning 1-kunisi dunyoning hamma yerida tajovuzchi Xitoylarga qarshi faoliyatlar bo'ladi. Yani Şərq Türkistan Cumhuriyetimizningki, yani yıqıtılgan Şərq Türkistan'da çoğ soykırım, yani nim deyimiz hamda intayin çoğ musibet günümüz hamda bizning nurg'ulgan şehit vergen günümüzde dünyanın hem yerinde faaliyetler buludu. Buna bütün halk qatnashayli. Meyli o bizni chaqirgan, yani bize davet qilgan, faaliyetga davet qilganlar xiyonatchi bo'lgan taqdirdami? Xiyonatchi bo'lgan, xalqimizni qo'ygan taqdirdami degan vaqtida bu da'vo uning da'vosi emas. Bu yurish uning yurishi emas. Bu da'vo ahli Sharq Turkistonlikniki 35 milyon mazlumniki ham butun dunyodagi musulmonlar hammamiz qarindosh deydi ya, butun ummati Muhammadning da'vosi qarindoshlar.
Şunun için bütün kırındaşlar dünyanın nerede olsun, İstanbul'da olsun, Avrupa'da, Amerika'da olsun, dünyanın nerede olsun, Xitayla karşı siyasetlen bolsa, davalan bolsa katnaşsak buludu. Her kanday bir faaliyet olsa bunun katnaşsak buludu. Ama lakin kanunsuz halette, ruhsat almagan halet kılıp kalsak, bu Şarkı Türkistan halkınınki hem Türkiye'ninki ziyeni bulap kaldı kırındaşlar. Şunun için buna dikkat kılsak buludu. En ahırı deydiğim suyumlu kırındaşlarımız birlik beraberlik hareket kılaylı. Aldığımızı ötküzgen Türkiye'de Şarkı Türkistan sayılımba. Halkımız inşallah öz yaxşı kögen, Allah'a yaxşı kögen, Allah'ın yaxşı kögen, halkını söygen. Hakiki bir Şarkı Türkistan davası kılalaydıgan, vatanga milletke sadık koygan, davası sadık koygan bir kişini Allah kalırsa Allah'ın rızası için bunu sayılap çıkaylı. Buna nurgulgan aksakallarımız, çoğullarımız köngül bile atıdı. Türkiye buna ısık gözü kara atıdı. Bana bu şunu kılıp Allah kalırsa tecavüzçü Xitaylarınki 70 yıllık oyununu öz kulumuz bilen, emeliyetimiz bilen bütün halkımız bozup taşlaylı. En ahırı deydiğim hemminlege Allah'ınki yardımı olsun. Allah hemmimizde razı olsun. Bir mesele unutulup kaldı kırındaşlar. Bugün qaraydigan bolsak tashqi jihatdan Türkiye bilan Xitoy yiqilishyotgandek ko'rindi kırındaşlar. Ama bu qanday taktika desanlar, biz vatandagi vaqtimizda 3 yil chiniqqan. Chiniqish jarayonida biz nimani his qilgan degan vaqtda dushmanni qarshi tarafdagi raqobatchini yengish uchun uning yaqinlashishdan ne kadar muhim ekanligini. Qanchaki yaqin bo'lsak, uning joni yeriq shunchaki uralaydiganligimizni. Har qanday shu bokslar siyosat chiniqqan, mel mujohidlar bo'lsin, har kimsa so'sanglar bo'ladi. Qanchaki yaqindan assanglar dushmanni kafirni uni joyiga tekizalaysizlar. Ming mergen nim bolsunmu, mergen okçu bolsunmu, o jirak aralıq jirak olab qalsa jağı tekkizmek tərs oldu. Şu an Türkiye bugün Xitayga yaqinlashyapti. Chunki dal jağı tekkizib urush uchun. Xitay Türkiye'ye yaqinlashyapti. Chunki Xitoyning ajallik yeriga zarba berish uchun. Allah xolasa Türkiye'den bizga yaxshilik keldi, yomonlik kelmaydi. Xitoylarga yaqinlash orqali kunlarning bir Türkiye deydiki, vatanimiz Sharq Turkistondagi bütün bizning qarindoshlarimizni zulm qilma, turmildan qo'yib ber deb yaqin turib berdi. Yo'q deb qolsa, Türkiye endi Xitoyni jaylay oladi. Chunki Xitoyning iqtisodiy, Xitoyning nurg'un adamlar Türkiye'ning ichiga oldi. İnşallah sen shu vatandagi Şarkı Türkistan'ın kırındaşlarımızı kuyap versen, ama Türkiye'deki senin adamlarını kuyap veremiz. Şarkı Türkistan'dakilerin mal mülkü dünyasını versen, senin Türkiye'deki mal mülkünü birimiz. İnşallah bu şunu kılıdı, benim bunu işin için ben bu şunu da kıldık Allah'a. Çünkü biz reisler bilen, içki işler bakanlığı bilen, bütün mühim kişiler bilen biz kürüşevatımız. Bu siyaset şundaki tudu. Xitay tecavüz kapırlar, kömle Türkiye bizge aldığını golulu deyip oylaydı, ama onda emez. Türkiye 600 yıldan dünya hükümetken bir millet kırındaşlar. Bir devlet kırındaşlar. İnşallah Xitay'a boş gelmeydi, boz ekenmeydi. Şunun için bu şeylerini bilip kırındaşlar Türkiye'nin zarara gap qilmaydi, dünya